Assalomu alaykum obunachilar, otish hozlari. Mana bugun 15-iyun. Aytillar otlarimiz sotuvga chiqyapti. Biyalarimiz. Bu kelib chiqish joyi Qirg'izistondan Hojiboyev Qorasidan kelgan bu. Endi biz 2023-yil olib kelganmiz otni. 2023-yil olib kelganmiz. Buni yonida mana jargakni qizi. Qirg'izistonda mashhur bo'lgan jargak otni mana shu nevarasi. Mana kengda. Hozir sizga to'liq tushuntirib beray. Mana 20-yilda 126 qarangda. Tomonda 126 raqamlari bor. Bu jargakni nevarasi. Bu otimiz jargakni nevarasi. Ya. Endi buni bu jargakni nevarasi bu mana 1 oylik toyimiz. 1 oylik toyimiz bu setni nevarasi bu. Qulun raqachi 1 oy bo'lib tug'ilganiga. Bu setni nevarasi. Shunda bu turgan biyani onasi mana shu Ibrohim Hojiboyedan kelgan, Qirg'izistondan kelgan biya mana shu. Bular 20-yillarda hozir sizga ko'rsatgan mana turgan biyamni onasi. Buni bultirgi bolasi mana. Bu setni nevarasi. Setni bolasi bu. Nevarasi bu. Bu biyamizni bultirgi bolasi. Hozir buni yoshi hozir 1 yoshi 1 oylik. 1 yoshi 1 oylik. Bo'yi 1.56. Buni toyimiz, erkak toyimiz. Bu biyamizni bultirgi bolasi bu. Bu ham setni bolasi, faqat bu qulun.